Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga orzungizdagi uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Mana bu loyiha zamonaviy, lekin o'zbekona shinamlikni saqlagan. Har bir detal o'ylab chizilgan. Tomlari mavi, devorlari oq, poydevori qora tusda. Ko'rgan odamni o'ziga tortadi. Mana shunaqa uy chiroyi bilan qulaylikni birlashtirgan. Eshik derazalari katta, yorug'lik yaxshi tushadi. Uy tashqaridan zamonaviy ko'rinsa-da, ichkari tomoni o'zbekcha shinamlikda qolgan. Endi loyihamizning ichki xonalari bilan tanishib chiqamiz. Uyning umumiy o'lchami uzunligi 16 metr. Chap tomoni 780 cm, o'ng tomoni esa 14 metrdan tashkil topgan. Loyihamizda ikkita kirib chiqish eshigi mavjud. Ya'ni birinchi eshik kirganimizda koridor 3.30 ga 2 metr. Koridordan chap va o'ng tomonda ikkita bir xil xona mavjud. Bu xona oshxona hamda bolalar xonasi. Razmeri 3.30 ga 4.30 dan tashkil topgan. To'g'riga kirganimizda ikkita xona mavjud va bu xonalar kattalar xonasi hamda mehmonxona. Bu xonalar razmeri 5.5 ga 3.30. Ikkalasi ham bir xil razmerda tashkil topgan. Endi ikkinchi kirib chiqadigan koridorimiz. To'g'rida dush 1.5 ga 1.5. Chap tomonda 7 metrga 340 cm mehmonxona. O'ng tomonda esa 4 metrga 390 cm yotoqxona. Ya'ni bu esa yosh oila uchun mo'ljallangan. Mana shunaqa qilib bu loyiha nafaqat chiroyli, balki juda qulay ham. Har bir xona o'lchami, joylashuv o'ylab topilgan. Agar sizga ham mana shunaqa loyihalar xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, yangi loyihalardan xabardor bo'ling. Sizning orzungiz bizning loyihamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.